Zomin tumanidagi sanatoriyaga chiqadigan yo'lning yoqasidagi avto servisimizga kuzubchi, motoris, xadovvoy qiladigan ustalarimiz keldi. Ustalarimizni ishini bir-bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ushbu Captiva avtomobili ikkinchi pozitsiya edi. Polniy salonlarigacha o'zlari qo'lja qoplab, monitorlargacha qo'yib berishdi. Ushbu ikkinchi pozitsiyadagi avtomobilni oldi mordalarini polniy 4-pozitsiyaga almashtirishdi. Polniy 4 qildi. Avtomobil motorlari moy yetgan edi. Motorlarni endi tushirishdi. Mana motor holatlari. Polniy Porsche mashinalari erib ketgan ekan, hammasini noldan terib chiqishmoqda. Ushbu ustalarimiz 07 avtomobiliga, mana shu 07 avtomobiliga polniy motorlarni olib tashlab, noldan Priero motor bosmoqda. Mana motorlarni terib qo'ydi. Xudo xohlasa, ertan indinga ushbu avtomobilimiz yuradi. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, polniy xohlagan turdagi inomarka mashinalarni motorlarini qilish, oddiy turdagi motorlarni qilish xizmatlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishlaringiz